Yo'l transport hodisasiga tushmaslik uchun top 5 maslahat. Birinchisi, yo'l harakati qoidalarining 73-bandi. Har doim xavfsiz oraliq masofani saqlab harakatlaning. Ikkinchisi, manyovrni o'zgartirishda boshqa transport harakat qatnashchilariga to'sqinlik qilmang. Uchinchisi, piyodalar o'tish joyida sekinlashayotgan yoki to'xtagan avtomobillarga e'tibor bering. Ular piyodani o'tkazib yuborayotgan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, avtomobilingizni ob-havo va yo'l sharoitiga moslab sekin boshqaring. Beshinchisi, chalg'ituvchi omillardan voz keching, ya'ni avtotransport vositasini boshqarish paytida telefondan foydalanish, yozishmalar yoki monitordan video tomosha qilish haydovchining e'tiborini susaytirishi hamda yo'l transport hodisasiga olib kelishi mumkin. Unutmang, 1 soniyalik beparvolik yillar davomida yetadigan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xavfsiz avtomobilni boshqarish har bir haydovchining qonuniy va axloqiy majburiyatidir. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizlar bilan Road 24.